Assalomu alaykum. Men nima uchun Dexini tanlaganman? Nima uchun shu korporatsiyani ichidaman? Shu haqida sizlarga ozgina ma'lumot bersam, o'zimni qizim, farzandim allergik muammosi bilan og'rirdi va buni juda ko'p joylarga etib, lichinalar qilib, davolatib, davolanish jarayonida qanchadir muddat tuzaladi, qanchadir muddat qaytganday bo'ladi. Ana krasnoy ploshad deydi, shunaqa turidan ekan. Qanchadir muddat yaxshi bo'ladi davolanish muddati tugagandan keyin yana tanasida toshib ketaverdi. Va buning natijasida bormagan shifokorimiz, bormagan joyimiz qolmadi. Keyin oxir oqibat Rossiyada xo'jayinim vrachlarni ko'rib, gaplashib, o'sha yoqqa olib ketamiz. Havo almashtirsak, boshqa vrachlarga ko'rsatamiz, havo almashtirsak yaxshi bo'lib ketar deb, farzandingiz uchun hamma narsaga tayyor bo'lasiz degan qarorga kelgan paytimizda Dexin korporatsiyasi, kompaniyasi shunday oldimdan chiqib qolgan. Qaydir shuni ham bir sinab ko'ray deganman. Chunki ishonmay bir sinab ko'ray deganman. Chunki badladan ham ichirib ko'rganman. Normalniy pulga ichirib ko'rganman farzandimni sog'ayib, tuzalib ketishi uchun. Dexin mahsulotlaridan ichirishni boshladim. 4 oy, 5 oy bo'ldi mana. Yaxshi bo'lib, tanalari ham chiroyli bo'lib, immunitetlari ham zo'r bo'lib, bog'chada ham aktiv bo'lib, zo'r holatga keldi. Men bo'ldi, shunchaki ishdi, yaxshi bo'ldi, shu mahsulot yaxshi deb unchalik chuqur o'rganib chiqmagan ekanman. Kecha Buxoroda konferensiyaga, treningga bordik va shu sohani O'zbekistonga olib kirgan insonlardan bilimlar oldik, seminar, treninglarni oldik va ular aytdilarki, har bir mahsulot bu ilmiy tadqiqot, har bir mahsulot ustida ilmiy ish olib borilgan. Har biri yillar davomida mukammal tarzda ishlab chiqilgan, o'ylab chiqilgan, mukammal tarzda yaratilgan. Bu pul uchun qilinmagan bu korporatsiya, bu oddiy bat emas bu. Bu makro va mikro elementlar tanamiz uchun juda quvvati baland, tabiiy ozuqaviy quvvati baland bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlar. Va shuning uchun yana ham amin bo'ldim, to'g'ri joyda, to'g'ri insonlar bilan, to'g'ri joyda ekanligimga amin bo'ldim, ishonch hosil qildim. Va bir ustozimiz aytdilar, Malayziyaga borgan ekanlar. Borganlarida o'sha bu korporatsiyani yaratgan doktorlim qo'ziqorindan gamburger tayyorlagan ekan, yaratgan ekan. Va buni iste'mol qilib ko'rishni taklif qilganda, mazasi qanday deb so'ragan ekan. So'raganda, "Yo'q, zo'r chiqqan" deb aytsalar, bu gamburgerni tayyorlashda meni 5 yil umrim ketgan deb aytgan ekan. Shu uchun har bir mahsulotga yillar davomida mukammal tarzda o'ylab chiqiladi, ishlab chiqilgan. Shuning uchun istalgan muammongizga, istalgan sog'liq bo'yicha muammoga zo'r yechim beradi, zo'r foyda olib, natija olib, zo'r natijalarga chiqadi insonlar bittada. Barchaga tavsiya qilaman.